Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. O'zbekiston U17 terma jamoasining ashaddiy muxlisi buxorolik Maysarona Aslonova jamoamizni qo'llab-quvvatlash uchun FIFA U17 jahon chempionati o'tkazilayotgan Doha shahriga keldi. Onaxon futbolchilar va bosh murabbiy Islombek Ismoilov bilan uchrashib, jamoamizga omad tiladi. Men uchun bu yerda har bir ko'rayotgan narsalar mo'jiza. Shunday narsaga erishishimga siz sababsiz. Rahmat. Stadiondagi har bir holatingizni doim kuzatib boraman. Siz qancha qiynasangiz, men 1000 barobar qiynalaman. Hatto televizorda ko'rib turaman. Rahmat sizga. Yosh ekansiz. Har doim shunday bo'lsin. Jamoangiz bilan sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan faxrlanamiz. Faxrlanamiz ana shunday narsa. Har doim shunday g'olib bo'linglar. Biz shuni tilaymiz. Albatta Xudodan tilab qolamiz. Sizlarning har bir minutlaringiz qadrlida endi. Hammasini. Rahmat, baraka toping. Ko'rganimdan xursandman. Erta nasib qilsa 11dagi mushaklar. Har doim g'olib bo'ling jamoangiz. O'smirlarimiz 3-turda Panama o'smirlariga qarshi maydonga tushadi. Ushbu uchrashuv 11-noyabr kuni soat 18:30 da start oladi. Panamaga qarshi uchrashuvda ham o'smirlarimizga omad va g'alaba tilab qolamiz.